Shunday paytlar bo'ladiki, oshxonada shunchaki taom emas, quloqqa yoqadigan tinchlik kerak bo'ladi. Hech qanday gaz hidi, olov bilan ovoragarchilik yo'q. Shu joyda Ideal brendining 10444 HP model stol usti plitasi kerak bo'ladi. Bu panel men zamonaviyman deb baqirmaydi. U shunchaki ishini qiladi. Qora emallangan yuzasi sifatli materiallardan ishlab chiqilgan. U o'zining rangini uzoq yillar davomida saqlab qoladi. Oshxona interyerini buzib, ko'zga tashlanmaydi. 4 ta elektr konforkalarda kichik idish ham, katta qozon ham bemalol joylashadi. Qizishi tez, issiqlikni yaxshi ushlab turadi. Bu yerda siz taomga emas, panel sizga moslashadi. Boshqaruv ham sodda, hech qanday menyu qidirish yo'q. Oddiy, tushunarli aylanma burag'ichlar. Qo'lingiz o'rganib qoladi. Hatto qaramasdan ham boshqara olasiz. Quvvat masalasi ham o'ylab qo'yilgan. 6500 watt umumiy quvvat. Bu sekin qiziydi degani emas, bu vaqtni tejalash, ovqatni o'z vaqtida tayyor qilish degani. Silliq yuzasi amaliyotda qo'l keladi. Artib qo'yding, tamom, dog' qolmaydi, yog' yopishib qolmaydi. Har kuni ishlatish uchun yaratilgani sezilib turadi. Texnik tomondan ham hammasi joyida. 220, 240 watt va 380, 415 watt tarmoqlariga mos. Himoya sinfi IP20, barqaror va xavfsiz ishlash. Qisqasi, bu plita maqtanish uchun emas, bu oshxonada ish qilish uchun. Xulosa, Ideal 10444 HP modeli bu oldim va unutdim toifasidagi texnika. U sendan ko'p e'tibor talab qilmaydi, lekin har kuni o'z vazifasini aniq bajaradi. Qizishi barqaror, boshqaruvi sodda, tashqi ko'rinishi esa vaqt o'tib ham eskirib qolmaydi. Ideal, sifat va ishonchlilik kafolati.